shunaqa ham joydan spam bo'lamanmi? Bu qanaqa quticha bo'ldi? Qimlayaptim. Qani, ochilyapti. Yo'qolib qoldi. Buni qilyapti. Ko'rmayapti. Qayer nima tushdi? Veritymi? Veritymi? Wow, chiroyli ekan. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Muzim MC ko'rib turganingizdek, mana shu Verity modini siz ham yuklab olmoqchimisiz? Agar yuklamoqchi bo'lsangiz, men sizlarga hozir buni o'rgataman. Qanday deb biz boshladik. Let's go. Telegram kanalimga kirib olasizlar, nomi Muzim modlari o'zi chiqadi. Hozircha rasm qo'ymaganman. Verity modini yuklab olasizlar. O'yinimizga kirib olamiz. Setting nastroykaga kirishimiz shart emas. Va yangi bitta dunyo yaratamiz. Survival qilmoqchi bo'lsangiz survival qilinglar, creative qilmoqchi bo'lsangiz creative. Men survival qilaman, creative qilaman. Vertyni modini qo'shamiz. Bu yerdan qo'shitmaylar, o'zi qo'shiladi. Mana shularni yoqishlaringiz kerak. Mana shularni yoqmasanglar do'stlar, Verity modi ishlamaydi yoki paydo bo'lmasligi ham mumkin. Endi kirib olamiz. Dunyomiz ham yaraldi do'stlar va Verity modi qo'shildi, ko'rib turganingizdek. Mana bo'yna ko'rsatganimdek. Do'stlar, nima paydo bo'lmadi? Bu xavotir olmanglar, hozir o'zi paydo bo'ladi. Tikka turib. Mana-ki. Do'stlar, ko'rib turganingizdek Verity paydo bo'ldi do'stlarim. Hozir do'stlar qo'lga olib bo'lmaydi. Mana. Hello, I'm Verity. Your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Javankida Verity modi faqat Bedrock uchun. Do'stlarim, qo'llaringizga hozir. Qo'lingizga qo'lga olsa bo'lardi. Hozir ola olmayapman. Oldim. Mana-ki do'stlarim, hammaga xayr. Agar video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar, videomizga like bosib qo'yinglar. Xayr, omon bo'ling.